Yo, hammaga salom. Bugungi videomizda sidlar aralashtirishini o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p. Birinchi o'rinda bizni sidimiz Luna deb ataladi. Luna creative qancha qaragan. Axtaradigan sid bilaman. Yo'q, sho'x chiqdi. Demak, bu rost ekan. Bu rost ekan. Luna bu rost ekan. Qani bu yoqlardagi tashlaymiz. Aytishlaricha bu yerda piramida ham bor edimi, YouTube'da ko'rganimda. Qani bizda ko'raylik. Oltin ikkita qishloq chiqqanda. Yo'q, bu tomonda yo'q. Bu set o'xshadi. Demak, bizda keyingi set. Bizda keyingi setning nomi esa 4 ta 5. Yo'q, 5 ta 4. 4 5. Uncha chiqmasa kerak, ko'p holatlarga ko'ra oqtarish kerak bu yerda ham. U chiqmaydi menimcha. Chunki bu yerda tekisliklar kam, relyefni juda ham katta qismi notekisliklardan bo'lib yotibdi. Voy tekislik bor ekan. Va bu set o'xshamadi esimda. Oqtarib ko'raylikchi. Yo'q, bu set o'xshamadi. Bizda keyingi setimiz esa 001 seti. Ketdi. Yo'dan ham chiqmasa kerak. Suv. No, menimcha chiqmadi. Bizda keyingi setimiz Ronaldo 77. Hop. Shunaqa set bor edi, men YouTube'da ko'rgan edim. Yo'q, bu yerda chiqmaydi menimcha. Chunki bu yerda juda ham katta relyef bor. Tekislik ham bor. Aytishlaricha mana shunaqa Minecraftda bo'lgani uchun Minecraftda sinab ko'raman. Faqat tover. 100% qishloq chiqmaydi dek. Mayli. Biz chiqamiz. Hop. Bizda keyingi set bu sidi. Menimcha chiqmasa kerak. Yo, chiqdi. What the fuck? Mana ko'shnitsa. Ye, gentlemanmi? To'xta, gentleman. To'xtang. Biroq qansiz? Qani sababmi? Mana qachon nimaga meni gentlemanroq bo'lib ketding? Rapos. Joy jannatda bo'lsin. Tak, bu setimiz 100 milliard foiz ishladi. Bizda keyingi set Sun. Voy, uzr. Tasodifiy joyda chiqmaydi, men bilaman. Tak, bizda keyingi setimiz Sun. Chiqmasa kerak. Faqat qumlida paydo bo'lar ekan. Tak, bu yerda katta ko'l
Axtaradigan sidlar. Bizda keyingi sidimiz 50-82. Adashmasam chiqmaydi. Yana o'qta. Yo, chiqadi ekan bu rost. Yana bu yerda gentleman bormi? Nima bu? Dun. Yo, hammasi joyida. Bratanlar. Вообще. Ya, gentlemanlarni ko'radigan ko'zim yo'q. Mana qayerda sen plas? Masha ularni o'ynayapsanmi? Nima jim turibsan? Gapirishni ham bilmaydi bu. Og'zingdan halolan ustanadigilar. Keyin olgan qara. Men ham kiyinaman shunaqa. Kiyinaman men. Mana. Hani kiylardi. Ben ham shunaqa kiyinaman, ne yaplas? Mayli, bu pluslarda ayb yo'q. Chiqamiz va keyingi sidimiz. O'zim yaxshi ko'rgansam ana shunaqa sid. Voy, junglida paydo bo'lar ekan bu sid. Junglidan qishloq chiqmaydi. Tanishtirmaga qarab qo'raylikchi, qishloq chiqish kerak hamma sidlarimizdan. Hozircha bitta qishloq yo'q. Menimcha qishloq ko'p narsalar qasiga chiqmaydi. Menimcha chiqmaydi. Tekisliklarda o'zlaring mazza qilib yo'qirsalaring bo'ladi. May. Bizda shu bilan oxirgi sidimiz. 666 qo'rqinchli darajalarga. Burada piramida chiqsa kerak-ku. O'shalarda master ham bo'lganda. Nima edi? Voy. Yo'q, piramida. O'xshadi. Biz piramidani ichiga tushib ko'ramiz. Allah. Birolar, qandaysizlar? Qaysi dal tintak mana bu yerga tushadi, mana bu yerdan. Mana bu yerdan tushadi. Sassiq narsalarni mana bu yerga qo'yish kerak edi. Tekishda aylanib yuramiz. What the fuck? Nima bu bunachilar? Do'stlar, kuchnitsani qaranglar. Kuchnitsa yasatib qo'ygan. Eshigi yo'q. Lekin kirkalari, obsidianlari hop. Va 3 tanaga sevib qo'yib bo'lganlar. Qani buni uyi? Mayli. Qishindi. Og'zingdan nosin qurib yo'qib ketgan. Men qotilman, yaxshi. Hamma shunaqa
Gentleman. Hozdan onasan hidi kelayotgan jitillar. O'xshadi. Bitta qishloq bitta beramaydi 666 edi. Juda ham foydali ekan. Kamiga bu yerda anaqa vulqon otilgan şey bor. Tak, yana yuraylik. Yana qishloq demoqchi edim, hamma aytdim. Beramaydi ekan. Qishloqqa o'xshab ketdik. Yo, birolar, nima gap? Yashil narsalar hammaga xayr.